Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar. Inshaalloh yana bir zinamiz tayyor bo'ldi. Bu zinamiz Toshkentda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi. Bu yerga latun balasinalardan qo'yib berdik. Tegi yong'oq stupenkalari. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bu latun balasinalarning egasini o'zi olib beramiz. Tegini tayyorlaymiz, ustanovkasini o'zimiz qilib beramiz. Chunki balasina juda ham qimmatga aylanib ketadi bu latun balasinalar. Mana shu yerga $3,500 balasinalari ketdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaramiz. Opisaniyada nomerlarimizni qoldiramiz. 091 33 25 raqamlari xizmatinglarda usta Asadullo. Inshaalloh juda ham chiroyli qilib beramiz. Bu yoqqa plyonchlarni qo'ymaganmiz, hali devorda dekorativ ishlari bor, shundan keyin qo'yiladi. Zinamizni tepadan ko'rinishi. Bizda eshik xizmatlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Eshiklarimiz 1 kvadrati 1,8 ming so'mdan qilinyapti hozirgi kunda krashinli eshiklar. Laminat eshiklarimiz sal ozroq. Yo'q changlik uchun aytolmadik. Eshiklarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli. Kimga zina xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaramiz. Lesani hali olishmagan, bu yerda lyustra ishlari bor. Uyimizda ozgina chala ishlari bor.